Akalar hammaga assalomu alaykum va yaxshi kayfiyat. Obuna bo'lib qo'yamiz. Akalar meni qaranglar. Draft ochdim. Kecha kuni to'plagan mehnat terim bilan to'plaganlarni bir ko'ringlarchi. Sizlarda qanday ketyapti? Yaxshi kartalar tushyaptimi? Hozir sizlarga bitta yaxshi kartani aytaman. Hammaga kerak. Hammaga emas, endi защитникlar yo'qlarga olsanglar zo'r bo'ladi. Hozir ko'rasizlar video davomida. Yana walkout 115. 115'larda endi qaramay qo'ramiz ekanda. 110 bo'lib qoldi ular. Juda bir o'yinni yomon qilishdi-da bu yaramaslar. 112lar 108 deb berdilar. Tak, 10 ta ketdimi? Uncha ko'p bermadi. Fransiya. Sap. Manchester Cherki. Akalar shu. Juda yaxshi bermayapsizlarda, qanday bo'lyapti? 18 o'yinchi hali olmadim bir marta ham. O'zim transferdan qildim. Bunaqa to'plab necha mingga ham nimani sotib oldim. Ko'rasizlar, ko'rsataman video davomida. Shuning uchun o'zingizlarda nima tushyapti, qanaqa ko'rsatinglar. Men hammasi chempionda oldim kecha kuni. Bir kun ichida. Endi uni trenerni 50 talik olib chiqish kerak. Qiyin bo'ladi, odamlarni overi 125, 126 to'p ketibdi. Tanat qilib odamlar kuchaytirib tashlabdi akkauntini. Men tanat qilganim yo'q, qilgim kelmayapti juda bu sezon. Men sostavlarla o'ynayapman. Qaranglar, anaqani oldim. Gabrielni Arsenaldagi 118. Короче, kuchli ekan. Normalniy kuchli ekan. Shunaqa Van Dijk o'rniga здоровый shunaqa zashni kerak edi. Plus 190, buni rosti 190 ekan o'zi. Bo'yi. Shunaqa o'yinchi kerak edi. Shuni oldim. Hozir ko'rsataman sizlarga, qaranglar. Bu masalan hozirgi paytda eng kuchli 117lar ichida Maldini'da kuchligi. Bu Maldini nima Van Dijk. Короче, skorosi ham bulardan baland, защитasi ham, fiz podgotovkasi ham. Nima, udari, pasi, driblingi kamroq. U nima kerak bu защитник, udar driblinglardi. Uglovoy bo'lganda boradi o'zi. Atak bo'y 190, здоровый, zo'r. Men kecha o'ynatdim, kechga yaxshi, menga yoqdi. Shuning uchun kimda защитник yo'qsa, maslahat beraman, olib qo'yib o'ynasanglar bo'ladi akalar. Keyin buni tushundinglarmi akalar? Bu короче oson ekan. Men sal nepravильно tushungan ekanman kecha kuni. Men APLni tanlaysizlar ekan, yo bo'lmasa Bundesliga, любой ligani tanlab turib, manaqa 112, 113lar beradi, o'yin o'ynasanglar. Yana shuni ham tanlab turib, bu yerdan получить desanglar, bitta ham o'yin tushar ekan, 12-chi, 13-chi, shunaqa. 16 gacha ekanda. Menga eng baladi 14 tushdi shekilli adashmasam. Shu hozir shunaqa seriozniy tushmadi. Buni ham almashtirib, obmen qilib yuborsanglar bo'ladi. Over ko'tarish oson bo'ladi shekilli bu safar. Bu nimada emblemani. Keyin skautlar akalar. Shu skautga kirib ishlatdinglarmi? Ham maslahat beraman. Sababi skautda 19-o'yinchilar bor ekan. 1,5 ming to'plab qo'ydim. Hozir yana yoqqa ham kirib sizlarga ko'rsataman. 19-o'yinchilarni masalan xohlasanglar sastavga qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar tushib qolsa-da endi tushirish qiyin. Bo'lmasam nimaga? Transfer qilib olasizlar, ishlatasizlarda, balini olasizlar. Lekin uni albatta ishlatish kerak, albatta uni olib harakat qilib ko'rish kerak, omadga bog'liq. Yaxshi o'yinchilar tushib qolishi mumkin. O'yinchilar ko'ryapsizlar, qimmat, arzon emas. Shu hozir skautda viktorinaga kirasizlar. Viktorinaga kirib, unaqa qiyin emas. Endi ruscha bilgan odamga вообще oson. Men kimman? Manchester Cityda o'ynayman. Norvegiya, pozitsiya nima? Erling Haaland нападающий. Mayda mana Davlat Wales, pozitsiya защита. Ben Davis tezib, Nico Williams o'zimizda o'ynagan, hayolda ham yo'q Liverpoolda. Mana shunaqa savollar. Bilmaganlar tavakkal ezib yoradi. Tusharadi nima endi? Bizdan shtraf qilamidi bizni. Shuning uchun akalar buni qilib albatta
Hatto bir yarmiga javob bersalar 250 ta shunaqa ochko berar ekan. Ochkolarni olib Ashixona skautga kirib, o'yinchi ochib ko'ringlar. Bitta kartochkasini ochish 50 turar ekan. Bu yerda 250 beradi. 5 marta ochsa bo'ladi ya'ni. Bitta ochasiz, обновление qilasiz. Bitta ochasiz, обновление qilasiz. 118, 119, 120 degan shu overlik nima chiqib qoladi, podskaska. Ash tushguncha ochaverasizlar. Har kuni shunaqa qilib tursanglar, yaxshi qaranglar, men normal javob berib qo'ydim. Ikkita xato qildim. Yaxshilari ko'z tegdi sразу 3 ta bo'ldi. Ina yaxshi o'yin tushib qolsa, hali yaxshi o'yinchini olib, xohlasanglar sostavga qo'yasizlar, xohlasanglar almashtirib tashlaysizlar. Shunaqa akalar. Boshqa bir yangilik yo'q. Sizlarda qanday ketyapti o'zi? Shuni ham bir yozib maqinglar. Video aktivistlar zo'r bo'lyapti akalar. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar, lekin 600 ta подписчик bor, 4000 ta prosmotr bo'lyapti, подписчик kam. Kirib, подписка tashlab, qo'ldan kelgancha men ham harakat qilaman. Akalar, mashinasizlarga bir draft tushganmi? Bir bilet anaqa yo. Menga hech tushmagan, shu tushami o'zi bu yerda? Yo, prosta qo'yib qo'yishganmi? Shunaqa akalar, bugungi vse.